Azalda Xudo yer bilan osmonni yaratib, o'zining mukammal donoligi, qudrati va ulug'vorligini namoyon etdi. Xudo erkak va ayolni o'z suratida yaratdi. Ularga yaratuvchilarini tanib bilish hamda uning nomidan yer yuzini boshqarishlari uchun qadriyat va maqsad ato etdi. Bu Xudo bilan odamlar o'rtasidagi mukammal munosabat edi. Shunga qaramay odamlar yaratuvchilariga qarshi isyon qildilar. Xuddi Xudoday bo'lishni, o'zlari uchun ulug'vorlik manbaiga aylanishni orzu etdilar. Ular gunoh qildilar. Gunoh ularga dog' tushirdi. Insoniyat bilan yaratuvchi o'rtasidagi munosabatga rahna soldi. Barcha insonlar Xudo bilan ayriliqni meros qilib oldilar. Biz shu bo'shliqni his etib, uni to'ldirishga urinamiz. Bobilda ular Xudoday bo'lishni istab, bir minora qurishdi. Ularga o'xshab biz ham o'z qadr-qimmatimiz va maqsadimizga asos solishga ahd qilganmiz. Biroq odamzodning xatti-harakatlari halokat bilan tugaydi. Gunoh insoniyatga kulfat keltiradi, oilalar orasiga hamda biz bilan Xudo o'rtasiga ayriliq soladi. Ammo rahm-shafqatga hamda sevgiga boy bo'lgan Xudo insoniyatni qutqarish uchun bir reja tuzgan edi. U va'da qilingan Masih Isoni yer yuziga yuborib, insoniyatni yaratuvchi bilan yarashtirdi. Iso mo'jizalar sodir etdi, ustoz kabi ta'lim berdi hamda gunohkorlar bilan yeb ichdi. U Xudoning huzurida uyushtirilajak buyuk bazm haqida, unga hamma taklif qilinib hurmat, ehtirom topish haqida so'zladi. Xasta-yu beva bechoralar uning huzuriga kelar. Iso ularga tegib harom bo'lmas, aksincha ularga shifo berar va asliga qaytarardi. Odamlar bo'lsa, yana bir bor unga qarshi chiqdilar. Isoning o'zi bunga yo'l qo'yib berdi. Odamlarning barcha isnot va haqoratlariga chidadi. O'limiga sanoqli lahzalar qolganida, Iso g'ayrioddiy ravishda gunoh va isnotlarimizni o'ziga oldi. Xudoning g'azabidan hamda insoniyatning Xudo bilan buzilgan aloqasidan aziyat chekdi. Chunki Iso o'zini qurbon qilmasdan turib, odamlar o'z savob ishlari yoki diniy an'analari orqali Xudoga qaytishlari hamda Xudo bilan aloqa qilishlari imkonsiz edi. Endi esa Xudo Isoni o'limdan hayotga qaytardi. U insoniyatning gunohi va isnodi ustidan butunlay g'alaba qildi. U haqiqiy ulug'vorlik Xudodan kelishini hamda yer yuzidagi hech bir narsa bunga soya sololmasligini ko'rsatib berdi. Iso osmon shohligiga qaytib, bizni yaratgan bilan aloqalarimizni tiklashga, qadr-qimmat va maqsadni haqqoniy manbadan izlashga chorlamoqda. Uning taklifini qabul qilasizmi? Agar Xudo bilan muloqotda bo'lishni istasangiz, quyidagi ibodat bilan iymoningizni bildiring. Rabbim Iso, senga muhtojman. Senga qarshi qilgan gunohimga iqrorman. Sendan alohida yashashga intilib o'zimga isnot sotib oldim. Gunohim va sharmandaligimni mendan olib tashlaganingdan minnatdorman. Meni kechirganing va o'z oilangga qabul qilganing uchun rahmat. Sening ortingdan ergashishni xohlayman. Meni o'zing xohlagandek qilib o'zgartir. Amin.